Assalomu alaykum, sizlarga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Ben Jahon dedi. Nishkana. Bugun yana maktabga keldik. Mana tunika fonda uryaptilar. Mana polni bu tomoni bo'ldi. Nasa maktabga endi topshirishga kam qoldi. Bo'lishig'i bilan ustalar uryatori. Ishchilarga ham bir ko'rsatib o'taman. Ishchilar qancha pul ketildi, nima qildi, ikkinchi darajada ko'rsatdim. Bundan nerga o'sha buni Lilalarni quyayotir. Aparatlari qo'ygan. Mana glavni ustiga qarab qo'yanda. Mana shu pilkani teramizda boshlaganda shipirib yotib edilar. Mana hozir pilkalar terilib, glavni ustalarni urraqtirsa pilkani teradi. Moskvaning men degan ustalarida bular. Faqat yer remonta qilgan bachalar. Mana bizim bo'lani qarab bo'ladi. Urra. Rahat deb qo'y. Yaxshilarman, yoshlarman, nima kelsa. Mana shu ustalar o'z qarab gapirishgan sal iymonib gapirib qo'yarlar-da. Lekin buni qara. Hammasi qaydaviy berga pinslarni urib, so'g'ib. Tappa tayyor uje. O'zimiz kamgina qatlamam shuni ko'rsataman. Anda ko'rsataman, mana ko'p qo'yamiz. Ular maktablarda ishlarni hammasi qaydaviy bo'ldi. Mana shuni bir razatkalar qo'ysa jam bo'lmay, tamom. Yani hammasi qo'yilgan. Mana bitta razatka. Endi ma'lumning altida turadi. Bir kulchatil sumkalarni o'chirib yoqqani. Mana bu yerda bitta razatka bor. Buna men biz qilib darslarni birisi kerak ishlaydilar. Tak hammasi tapadilar. Bir narini qo'lni qo'yadilar, bo'ldi, tamom. Mana pilkka bo'lsa, mana hammasi urib keldi, mana shu yer qoldi. Mana sen oldiga shiyib ketadilar. Mana shu yerni urib kelyaptilar ana. Shunday keladilar, narsa malasidan tushib ketadi, tamom. Gap yo'q. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.